Xo'sh. Ne deyman? Siz go'zal kisiz. Nima bo'ldi? Aytingchi. Mening oyog'im 2 yildan beri og'rатын. Bir oyog'im operatsiya edi. Ikkinchi oyog'im o'sha yanvarda boshlatan. Biroz ukol oldim. Ko'psi. Qanchadan pulingiz ketdi? Oyboy aytmay qo'ying endi. Жетет. Haftasida 30-40 mingdan ukol saldiratman. Haftasiga, ha? Ya. Hozir 2 oy bo'ldi o'sini ishib atganimda. Tibay yedau yaxshiman. Endi 50-60 deb aytmay qo'ying. 30-40% yaxshiman. Yaxshi. Nima bo'lgan o'zi oyog'ingizga? Nima bo'lgan? Bir oyog'imda meniskimda operatsiya qildirgan. Sol 2 yildan keyin ikkinchi oyog'ima o'tgan. Olda sol artroz deb aytganda. Endi u mening больницаның бүкіл ukollarini olgan. Plazma liftingde saldirdim. Bulaycha 30-40 mingda ukollардың bärini saldirdim. Hech qaysi ta'sir etmadi. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sini ishib o'tirdim endi 2 oydan beri. Yaxshimi? Yaxshiman, Xudoga shukr. Ham arzon? Arzon, arini. Ham Қолжетімді баға деп айтсам болады енді. Анау айтқандай керемет емес, бірақ 30%, 40% жақсымын. Енді тағы да осылай нәтиже берсе, Құдайға шүкір деп айтамын. 4-5 oyga otday bo'lib sakrab. Құда қаласа. Karatega ham qatnashsangiz болады. bo'ladi. Соған ниеттеп отырмын, Құда қаласа, жақсы болып кетсем деп. Болмаса маған операция деп айтып жатқан, разымын. Endi operatsiya qilmaymizmi? Жоқ, qildirmayman. Sog' bo'lingizlar.